Assalomu alaykum onamjonim mehribonim. Mana uylanish haqida video tashab qo'yibsiz ayajon, o'zingiz tashabsiz endi bu. Haqiqatda domla babi ko'p narsani biladi-da. Bu deysiz, qarang. Haqiqatda to'g'ri gapiryapti-da. Ammo men Instagram, YouTube'larda hamma mana shu uylanishga oid videolar qandaydir men ko'rilib qolaveradi-da. Men shu kirsam mana shunaqa mavzuda videolarni ko'rib qo'yaman-da. Ko'rgan ekanman buni ham oldin. Bilmasam nimaga unaqa budilligimga ham to'ylar muborak qo'yilib qopti-da. Bu o'zi zo'rg'a turgan ekan deb o'ylamang ichingizda. Tashingizda o'ylaring uni уже ashi. Ashi haqiqatda nima desa bo'ladi, ta'sirli video bo'libdi. Endi o'zingiz boshlab oldingiz, men o'ylab turuvdim endi shu bittasi mana shu taklifnoma olib kelsanglar gap boshlayveraman deb turuvdim. Niyatlari yetib borib oxiri o'zingiz boshlab olsiz, hech xavotir olmang. U yog'idan siz bu yog'ini tayyor qiling, mana shu aring-ping degan muzikani qo'yib yuborsangizlar bo'ldi. Kelin ham mahallani boshida ko'rpa to'shagim turibdi.